Hozirgi videoda tibbiyot sohasining qon bosimi yo'nalishida juda ham katta ijobiy burilish nuqtasi bo'lgan Captopril preparati haqida gaplashamiz. Video davomida bu dorining kashf etilishi, qanday holatlarda qo'llanilishi, til tagiga tashlash kerakmi yoki suv bilan ichish kerakmi, homiladorlarda va yoshlarda qo'llash mumkin yoki mumkin emasligi va shunga o'xshash muhim ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men vrach-kardiolog G'aniyev Bekzod Bahromovichman. Siz mening YouTube kanalimdasiz. Videoni ko'rishdan avval sahifamga obuna bo'ling, like bosing, qandaydir savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring va videoni so'ngigacha ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Nimaga deganda, hamma muhim ma'lumotlar butun video davomida berib boriladi va qo'shimchasiga siz ushbu foydali ma'lumotlarni boshqalarga yetib borishida o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. 1980-yilgacha qon bosimini tushirish juda ham katta muammo bo'lib kelgan va o'sha vaqtlargacha qon bosimi oshib yuradigan bemorlar faqatgina ukol ko'rinishida davleniyasini tushirib yurgan. Buni o'ziga yarasha salbiy tomonlari bor. Bu birinchidan bemorga bu stress va og'riqli jarayon va ikkinchidan ikkilamchi infeksiya tushish xavfi juda ham baland bo'lgan. Har doim u bilan birga bo'lgan. Janubiy Amerikada jararaka nomli o'ta zaharli ilon bo'lgan va u odamni chaqqanida uni qon bosimini birdaniga tushirib yuborgan. Mana shu narsani 1975-yilga kelib olimlar payqab qolgan va sun'iy ravishda ushbu ilon zahridan laboratoriyada sintetik modda ishlab chiqarishgan va unga Captopril nomini berishgan. 1976-yilga kelib bu preparatni patentlangan va faqatgina 1980-yilga kelib bu dori vositasini qon bosimini tushiruvchi preparat sifatida insonlarda qo'llay boshlangan. Mana shu vaqtdan boshlab gipertoniya kasalligi yo'nalishida juda ham katta eshik ochilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki endi odamlar qon bosimi oshgan vaqtida ukol emas, tabletka ichishi va shu orqali qon bosimini tushirish imkoniyati paydo bo'lgan. Albatta, hozirgi Captopril preparati ilon zahridan olinmaydi, sintetik ravishda laboratoriyada sintez qilinadi. Xo'p, bu preparat endi qanday holatlarda ishlatiladi degan savol tug'ilishi tabiiy. Birinchi navbatda mana 50 yildan oshiq vaqtdan beri hali ham bu preparat o'z aktualligini yo'qotgani yo'q va hozirgacha ishlatilib kelinyapti. Hozirgi rekomendatsiyalarda faqatgina ikkita holatda ishlatish qoldi. Birinchisi, bemorda qon bosimi 180 ga 110 mm simob ustuniga teng va undan baland bo'lishi va bemorda hattoki mana shu holatda simptom, ya'ni hech qanday shikoyati bo'lmasa ham bu preparatni berishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu 180 ga 110 qon bosimida asoratlar kelib chiqishi, infarkt yuzaga kelishi, insult yuzaga kelishi yoki o'pka o'tkir buyrak yetishmovchiligi kabi asoratlar yuzaga kelish ehtimoli ilmiy isbotlangan. Shuning uchun bemorda mana shu davleniyada hech qanday shikoyat bo'lmasa ham davleniyani tushirish, albatta tezkor tushirish tavsiya etiladi. Endi bo'ladi, ba'zida bemorlarimiz amaliyotdan kelib chiqamiz, aytishadi 140-150 qon bosimi bo'ladi va o'sha vaqtda Captopril preparatidan foydalanishadi. Men nima degan bo'lardim bunaqa holatda? Agar bemorda 140-150 mm simob ustuniga qon bosimi oshadigan bo'lsa va bemorda hech qanday shikoyat bo'lmaydigan bo'lsa, bu rekomendatsiyaga zid bo'lib qoladi. Ya'ni bu holatda Captopril emas, undan zamonaviyroq bo'lgan va uzoq muddat ta'sir qiladigan qon bosimini tushiruvchi preparat ichish kerak bo'ladi, chunki shoshilinch tushirishga ko'rsatma yo'q. Endi agar bemorda 140-150 qon bosimi bo'lib, uning ko'krak qafasi yoki boshida kuchli og'riq, kuchli bosh aylanishi, ko'ngil aynish, qayt qilish, kuchli bezovtachilik bilan namoyon bo'ladigan bo'lsa, qarshi ko'rsatma yo'q. Bunaqa paytda preparatni qo'llasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi holat, bemorda
yurak yetishmovchiligi bo'lsa, mana shu holatda ham Captopril hozirgi rekomendatsiyalarda qo'llashimiz mumkin. Ya'ni yurakning nasos funksiyasi, qisqarish funksiyasi tushgan bo'ladi. Bu paytda preparatdan foydalansak bo'ladi. Lekin bilmadim, men to'g'risi ko'rmaganman shu paytgacha ham Captoprildan aynan yurak yetishmovchiligida foydalanilgan holatini. Chunki unga nisbatan aqlliroq, zamonaviyroq va nima deydi, nasos funksiyasini yaxshilaydigan preparatlar shu yerdan bo'lib yotibdi. Endi bemorlar va shifokorlar orasida hali-haligacha bu preparatni til tagiga tashlash kerakmi yo ichish kerakmi degan savol hali ham aylanib yuradi. Nima degan bo'lardim? Masalan, agar preparat til tagiga tashlaydigan bo'lsak, odatda og'iz bo'shlig'ida joylashgan mayda kapillyarlar orqali so'riladi va o'sha zahoti qon bosimi tushishiga erishamiz. Lekin bir tomonni hisobga olish kerak. Preparat og'iz bo'shlig'ida qonga darhol so'rilgani uchun qon bosimini birdaniga tushirib yuborish salbiy oqibatiga ega. Ayniqsa bu chekuvchilarda va yoshi kattalarda bu narsa ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. Chunki chekuvchilar va yoshi katta qariyalarimizda arteriya qon tomiri qattiqlashgan bo'ladi. Ya'ni bilamiz, arteriya qon tomiri bizda elastik xususiyatga ega bo'ladi. Mana shu xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Endi agar biz Captopril til tagiga beradigan bo'lsak, qon bosimini birdan tushib ketishiga, infarkt, insult va o'tkir buyrak yetishmovchiligi, o'pka shishi kabi asoratlarga olib kelish ehtimolligini oshirib yuboramiz. Shuning uchun shu toifadagi bemorlarga albatta ehtiyotkorlik bilan va berishda ham butun tabletka emas, albatta yarim tabletkadan boshlash maqsadga muvofiq va xavfsiz yo'l. Til tagiga tashlaganimizda preparat 5-15 daqiqadan so'ng ta'sir qilishni boshlaydi. Endi agar ikkinchi holatda og'iz orqali tabletkani ichadigan bo'lsak, preparat og'iz bo'shlig'i orqali oshqozonimizga tushadi, u yerda eriydi, jigarda metabolizmga uchrab, keyin qonga so'riladi. Bunga taxminan yarim soat vaqt ketadi. Shuning uchun Captopril dorisini ichgan odam taxminan yarim-1 soatdan keyin qon bosimini o'lchashi kerak bo'ladi. 5 minut, 10 minutdan keyin o'lchab turib, nima bo'ldi ekan qon bosimim deb qarasa o'zgarmagan. 5 minutdan keyin o'lchaydi, 10 minutdan keyin o'lchaydi, qon bosimi o'zgarmagan. Ikkinchi, uchinchi tabletkalarni ichishga va qon bosimini keragidan ortiq tushirib yuborishiga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zini me'yorida o'lchash kerak. Agar til tagiga tashlanadigan bo'lsa, 5-15 daqiqadan keyin preparat o'z effektini ko'rsatganligi hisobiga 15 yarim soatdan keyin 15 minut-30 minutdan keyin o'lchashimiz to'g'ri yo'l bo'ladi. Endi keldik. Til tagiga tashlashimiz kerakmikan, ichishimiz kerakmikan? Ikkala holatdan ham foydalansak bo'ladi, lekin ikkalasini ham o'zini qo'llaydigan joyi bor. Birinchi holat, agar bemorda qon bosimi 180 ga 110 mm/smob ustuni va jiddiy shikoyatlar bilan namoyon bo'layotgan bo'lsa, ko'ngillanish, qayt qilish, ko'krakda og'riq, boshda og'riq, boshqa shikoyatlar bilan namoyon bo'layotgan bo'lsa, albatta preparatni til tagiga tashlash maqsadga muvofiq, chunki bizda bu holatda tezroq qon bosimini tushirish to'g'ri yo'l. Agar bemorda qon bosimi haqiqatan 180-110 mm/s'dan baland bo'lsa-yu, hech qanday shikoyati bo'lmasa, bunda shoshiladigan joyimiz yo'q. Shuning uchun preparatni ichish xavfsiz va to'g'ri yo'l bo'ladi. Keldik endi preparatning kamchiligi nimada? Captopril preparati eng qisqa ta'sirli APF inhibitorlarining vakili sirasiga kiradi. Shuning uchun agar bemor doimiy ravishda bemorda qon bosimi oshadigan bo'lsa, bu preparatdan taxminan 4-5 tabletka kuniga ichish kerak bo'ladi. Chunki agar biz preparatni ichadigan bo'lsak ham, til tagiga tashlaydigan bo'lsak ham, taxminan qon bosimini 4-5 soatgacha tushiradi. Mana shunisi eng asosiy kamchiliklardan biri. Va biz Captopril preparatini ichamiz, qon bosimi tushadi va 3-4-5 soatdan keyin sekin-asta yana qon bosimi ko'tariladi. Yana Captopril preparatini ichamiz, yana qon bosimi tushadi. Ichamiz, tushiradi, ko'tariladi, tushiradi, ko'tariladi. Mana shunaqangi to'lqinsimon qon bosimini o'ynashiga olib keladi. Bu esa qon bosimini boshqarishda juda ham xavfli yo'l. Shuning uchun qon bosimi doimiy oshib yuruvchi bemorlarimizga bu preparatni har kuni ichishni tavsiya qilmaymiz. Bundan zamonaviy bo'lgan
ta'siri 24 soat, hattoki 36 soatgacha yetadigan boshqa guruh yoki shu guruhning boshqa vakillarini tavsiya qilamiz. Captopril preparati 25 mg tabletkalarda ishlab chiqariladi va kuniga maksimal 6 ta tabletkaning 150 mg-gacha ruxsat etilgan. Deylik, Captopril preparatini ichganimizdan keyin davleniya tushmadi. Nima qilishimiz kerak? Bizni arsenalimizda moxonidin tarkibli Physiotens dorisi kashf etilgan 0,2-0,4 mg dozalarda ishlab chiqariladi. Agar Captopril ishlamasa, Physiotensdan foydalansak bo'ladi. Shu o'rinda aytib ketishim kerak, ba'zi qon bosimini tez tushiruvchi dorilar bor, ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Ular nitroglitserin, klofelin va qisqa ta'sirli nifedipin. Farmadipin tomchisini hammamiz bilamiz. O'sha tomchi qon bosimini birdaniga tushib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Bu juda ham xavfli. Aytishingiz mumkin, homiladorlarda nifedipin ishlatiladimi? Ha, homiladorlarda albatta nifedipin tanlov preparati u retardniy formada, ya'ni prolongirованный, uzaytirilgan formasidan foydalanamiz. Qon bosimini Captopril yoki Physiotens dorisi yordamida kriz holatdan pastga tushirishda bitta narsani e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tavsiyanomalarda aytiladiki, qon bosimini birinchi sutkada 20-25%, maksimal 30% gacha tushirish xavfli asoratlarni oldini olishga yetarli. Agar undan ko'proq tushirib yuborilsa, bu o'sha xavfli asoratlarga sabab bo'lib qoladi. Masalan, deylik, bemorda qon bosimi 200, biz Captopril yoki Physiotens dorisidan foydalandik. Bu holatda birinchi sutkada davleniyani 160, taxminan 150 gacha, maksimal 150 gacha tushirsak, o'sha biz xavfli asoratlarni oldini olib bo'lgan bo'lamiz. Bo'ldi, yetadi. Keyingi etapda tushirishda o'zi bemor o'zini kardiolog yoki terapevti yordamida uzoq ta'sirli preparatlar yordamida qon bosimini dorilar yordamida korreksiya qilib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ba'zida mana tez tibbiy yordamda ishlaganlar buni yaxshiroq biladi. 200 ga chiqib ketadi, 180 holati bo'ladi. Mana shu holatda tez tibbiy yordamga murojaat qilishadi va qon bosimini normal holatgacha tushirishni so'rashadi, majburlashadi. Bu narsa juda ham noto'g'ri. Bu bemorning minusiga, xavfli holatlarga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun albatta mana shu holatga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Keldik endi, Captopril preparatida yo'tal bo'lishi mumkinmi? Albatta, Captopril inhibitor APF guruhi vakili namoyandasi sifatida bu ham quruq yo'tal chaqirishi mumkin. Bu holatda arsenalda Physiotens bor, Physiotensdan foydalansak bo'ladi. Qon bosimini tushirishda turli xil kombinatsiyalardan foydalaniladi va mana shu kombinatsiyalardan bir-biri bilan chiqishmaydigan dori guruh vakillari bo'ladi. Masalan, sartanlar bilan APF inhibitorlarini birga qo'llash tavsiya etilmaydi. Misol uchun, sartanlardan hammamiz bilgan Larista, APF inhibitorlardan Enap, Enamni misol qilib keltirsak bo'ladi. Lekin Captopril preparatini sartanlar bilan birga qo'llasak bo'ladi. Misol uchun, bemor Larista ichib yuradi, qon bosimi birdaniga o'rtada 180-200 ga chiqib ketdi. Bu holatda Captoprilni qo'llasak bo'ladi. Buni xavfsizligi ilmiy isbotlangan. Captopril preparati 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda, homiladorlarda, emizikli ayollarda qo'llash mumkin emas. Do'stlar, Captopril preparati haqidagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Qayerdadir, nimadir joyi qolib ketgan bo'lishi mumkin. Buni siz yaxshiroq bilasiz. Sizda mana shu videoni ko'rish mobaynida qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men har biriga javob berishga harakat qilaman.